Hozirda rosa trendda bo'lgan shunaqa yengga qanaqa qilib rezinka tikishni ko'rsatib beraman. Buning uchun tayyor bichilgan yeng pastini overlock qilib oling. Yeng bilak qismini 4 cm qilib belgilab, o'chadigan mel yoki ruchkada chizib oling. Shu chizgan chizig'ingizga bulavka qo'yib dazmol qilib oling. Aynan shunaqa rezinkani matoga mos rangini tanlab, mashina mokiga qo'l yordamida o'rab oling. Mokka o'rayotganda rezinkani o'ta qattiq tortmasdan yoki o'ta bo'sh qilmasdan o'z holiga ko'rsatganimdek qilib o'rang. Mashina chokini uchga qo'yib oling. Mashina ignasiga oddiy ip qo'yib tiking. Mokiga esa rezinka bor. Matoni 1,5-2 cm yetmasdan tikishni boshlang. Har bir rezinka oralig'i 1 cm dan bo'lsin. Shunda yengingiz chiroyli chiqadi. Rezinkani boshida va oxirida zakreb berib tikishni unutmang. Shunda tikkan rezinkangiz sifatli chiqadi. Ketma-ketlikda xohishingizdan kelib chiqqan holda 3 qavatdan 10-12 qavatgacha rezinka tikishingiz mumkin. Shu ko'rinishga kelib qolgan rezinkani mana orqa tarafini ham ko'rsatib o'taman. Ikki yonlarini tikib bir-biriga ulab oling. Mana yengni tayyor ko'rinishi. Shu va shu kabi mavzularni to'lig'icha o'rganishni xohlasangiz, modellashtirish kursimda o'qing. Eslatib o'taman, 3-patok modellashtirish kursimga kam vaqt qoldi.